turing. Aha. Voy qishloqlar buni qaranglar. Men 2,5 stak izumrud oldim. Vau, ajoyibga shahis. Albatta, bu bizning ish haqlarimiz barchasi shaharda ishlab 2 kunda shuncha pul topdik. Bo'ldi, qanday tushunsa bo'ladi? Sizlar necha stak topdingsan? Ha, qo'yaver. Necha stak aytaver. Ha, 4 stakda. O, молодец, нормально ishlabsan. Sen necha stak topding? Ha, men 3,5 stak. Normal, eng kam stak men topibman-da. Ha, mayli bo'lmasa mayli bo'ldi. Qishloqlar bo'lmasa ketdik qishloqqa va mazza qilib ishlatamiz. Mazza qilib buni borib 1 oyga ishlatamiz. Aytgancha barcha-barchaga salom do'stlar. Men ismim Shahis va men yangi videoroligimga xush kelibsizlar. Do'stlar, buni qaranglar, biz hozir bankdan chiqyapmiz. Bankdan pullarimizni shunday maydalatib, maydalatmadik. O'sha shaharda ishlagan pullarimizni kartaga tashladik va kartadan bankdan chiqarib yubordik. Unda mayli, davay mashinaga o'tiringlar, ketdik. Xaloyiq, yaxshimisizlar? Yaxshi kelinglar. Shaharda buni qaranglar, men yangi sistema o'rnatdim. Endi bu hamma narsa pulli bo'ladi. Mer tushunmadim, nimalar qilib tashasiz bu yerga? Hamma narsa pulli nimalar deganingiz bu yerga? Nima, hamma narsalar bironma qilsa ham pul to'lashimiz kerakmi? Ha, yur ortimdan ko'rsataman. Bu qishloqlar nimalar bo'lyapti? Mana keldim. Qarochi, mana sochmoqchi bo'lsang pul to'laysan va sochasan. Nima edi? Nimalar deyapsiz? Mer, nimalar deb qo'ydi? Nimalar qilib qo'ydingiz, mer? Tushunmayman sizga. Mana bularni ham buzmoqchi bo'lsang, birinchi o'rinda pul to'lashi kerak. Mer, o'zingiz bosing, nimalar deganingiz bu axir? Men qanday qilib pul to'layman? Bu qayerdan keldi bu? Bular barchasi pulli, nima? Buzib bo'lmaydimi? Buzib bo'lmay xohlasang buzib ko'r. Buzib olmaysan. Birinchi pul to'laysan, keyin buzib olasan. Mayli. Obunachilar, sizlarga modlik kerakmi? Unda men o'zimni Telegram kanalimda maslahat beraman. Bilasizlar, yaqinda men o'zimni Telegram akkauntimni o'chirib yuborgandim. Shu sababdan yangi kanallar va yangi akkauntlar ochdim. Eski kanallarga obuna bo'lgan bo'lsanglar chiqib ketinglar. Umuman kerak emas endi ular. Meni yangi kanalimga va chatlarimga obuna bo'lib qo'yinglar va modlarni o'sha yerdan olinglar. Yangi modlarni tashlab boraman. Barchalaringizni kutib qolaman. Voy, tushunmadimmi? Mer, lekin boru siz вообще bo'lib ketyapsiz. Siz keling bir. Nima qilyapsan o'zing o'zing? Qarochi, o'sha gap. Pul to'laysan kirasan. Okey do'stlar, qishloqlar. Qaranglar. Bu mer qarochi hamma narsani pulli qilib tashabdi. Nima? Rostdan? Ha, hamma narsa pulli buyurdi. Yo'g'i. Ha, mer shuncha pullarimizni bilganda u pullarni sen video qilmadingmi? Men hali hech kimga video ko'rsatganim yo'q. Yo'g'i. Ha, mayli, bo'larish bo'ldi, mayli. Arzon bo'lsa kerak. Ha, arzon bo'lsa kerak, mayli. Qishloqlar. Do'stlar, ko'rishinglar mumkin, buni qaranglar. Bu barcha narsa pulli bo'layotibdi. Yo'q, qayerda pulli bo'ladi? Voy. Tushunmadim, ochil. Mani uyim. Ochilishing keraksan. Bu do'stlar, qani nechta izimrud tiqsak bu ochilar ekan, ha? Bitta izimrud tiqsak ochilarmikan? Izimrud tiqsak ochilarmikan? Yo'q, qayerda ochiladi bitta izimrudga? Okey do'stlar, hozir qancha olar ekan? Hammasini tiqib ko'raylik-chi. Tushunmadim do'stlar, buni qaranglar, 16 ta qoldi izimrudim. Nima? 32 tadan 16 ta qolgan bo'lsa, 16 taga kiramanmi? Qani. Yo'q do'stlar, tushunmadim. Nimalar qilib tashagan bu mer do'stlar? Barcha narsalar pulli qilib tashabdi. Ha do'stlar, bir nima qilmasak bo'lmaydi, Bu nimasi? Voy, tushunmadim. Do'stlar. Ha, qishloq nima bo'ldi? Mani uyimga kirishimga 3 stak izimrud oldi. 3 stak izimrud? Ha. Qara shu bo'lsa tiqib ko'r. Yo'q, aytmayman, men o'zi 2,5 stak ham qolmadi, o'zi 2 stak izimrudim qoldi. Bular nima qilayotgan ekan, do'stlar? Qani ko'raylik-chi nima gap ekan. Qishloqqa nima qilib o'tiribsan? Mana bu mer xayol surib o'tiribdi, yana nimalar rejalashtiryapti bilmayapman-da. Qani mer ko'rinmaydi-yu. Mana ko'rmayapsanmi? Haqiqatan nimalar qilib o'tirgan ekan, do'stlar, buni qaranglar. Nimadirda xayol suryapti. Ha, aytma. Yana nimani pulli qilsam ekan, nimani? Ha, qiziq. Sandiqlarni pulli qilsam ekan, sandiq, uxlash, hamma narsa, mer staklar, pechkalarni ochish uchun pulli qilsam ekan, juda ham ajoyib fikrlar ekan. Ha, va men bo'yimga va telefonimga mana xabarlar tushyapti, pullar kelyapti. Ha, yaxshi, unda mayli boyaki hamma narsani pulli qilamiz, hamma instrumentlarni qarochi. Qishloqqa lekin zo'r fikr berding. Ha, bu juda ham zo'r fikr bo'ladi lekin.
Ha, unda mayli bo'lmasa mana buni birinchi qo'yib olishimiz kerak. Okey. Yaxshi, hozir yaxshilab qalampir surtamiz bunga. Okey. Xo'p, ana endi mana bu sousdan ham qo'yish kerak, juda ham achchiq. Va hozir buni ham okey, yaxshilab okey. Xo'p, barchasi yaxshi. O yaxshi do'stlar. Mana juda ham achchiq bo'ldi va achchiq bo'ldi. Ana endi hozir buni faqat merga bersak bo'ldi. Hozir shunday asta merga beramiz, lekin bundan oldin do'stlar mana biz suvni yopib qo'yish kerak va mer o'ylash kerakki, u pul to'lash kerak mana bu suvni ichish uchun. Yaxshi, juda ham ajoyib fikr lekin do'stlar. Xo'p, yaxshi. Xo'p, to'xtanglar do'stlar. Mana uyimni yopib qo'yganmikin? Mana yopib qo'yganmikin do'stlar. Okey, buni yopib qo'yamiz. Va yaxshi. Ana endi pul to'lash kerak bo'ladi. Yaxshi. Qishloqqa suv qani? Suv mana kisamda. Olib chiqasan, suv sotaman deyman, короче, shunday bo'ladi. Olib chiqquningcha o'zi suvni ham olib kelaman. Aha, bo'ldi, davay, bo'lmasa xo'p. Yaxshi. Mer yaxshimisiz, mer? Nima gap, nima shay bor? Qilib qolmay qolaman. Yo, nima, просто mam sendvich. Tushunmadim, qara baxat. Qara bitta sandvichingni berchi. Davay, tez. Tekinmi? Albatta sizga hamma narsa tekin, u bilasiz, hamma narsa sizga tekin. Okey, qani u juda ham hidi zo'r ekanligi bor. Qani hozir bitta tatib ko'raman. Hozir ta'mini senga aytaman. Sen tatib ko'rmabsan, ha, yaxshi. Ana, tushunmadim. Nima achchiqmi? Suv. O, vashsha achchiqligini, suv kerak, suv. Mer, to'xtang, mer. Mer, qayerga ketyapsiz, mer? Nima bu suv yo'qmi? Siz pul to'lashingiz kerak, pul to'lasangiz keyin ochiladi-yu bu. Nima, tushunmadim. Yo'q, pul to'lamayman. Qanday qilib pul to'layman? Suv kerak, suv. Mana suv, mana pul to'laysiz. To'xtang, bo'lmasa mana uyimda suv bor. Buni ololmaysiz. Mana uyimda suv bor. Faqat uni ochish kerak edi. Yur, ochaylik faqat. Okey, da, yuring bo'lmasa, yuring, keling. Mer, qayerlarga ketyapsiz? O'zingizni bossang, mer. Juda ochib ketyapti hozir. Suv bormi uyda? Ha, uyimda suv bor, faqat uyimni ochish kerak. Bo'li, yur ketdi, uyni ochib beraman. Voy, mer, nimalar bo'lib ketyapti, mer? To'xtang, mer. Da, pul tuting, pul. Okey, mana ochildi, davay. Mana ochildi. Hoppa, mana ochildi ana. Keling, davay, tez kiring. Okey, do'stlar, suv ham yo'q ekan. Mer, suv qolmabdi, mer, mana suv umuman qolmabdi, mana suv bor deb o'ylagandim. Nima deb qo'yding? Uyga ketdim. Voy. Mer, to'xtang, mer. Mer, shoshmang, mer. Qo'y, mer. Uyga kirg'iz. Abi pulli. Davay, kiring. Uni qanday ochiladi? Bankomatga to'lash kerak. Qaysi bankomat? O'z bilasiz-ku. Qaysi bankomatga to'lash kerakligini. Qayerga yoshirib qo'ydilar, men to'layman. Voy, pul bo'lib qolmabdi-yu. Qanday qilib ochib bo'ladi? Mana suv sotyapti. Mana suv sotyapti, suv. Bas, suvdan olsangiz bo'ladi, mer. O'zida bosing, mayli. Faqat ham bunaqa narsalarni yo'qotasiz, xo'pmi? Okey. Hamma narsalarni yo'qotasiz sistemani. Bo'ladimi? Xo'p, barchasiga roziman. Okey, mayli. Ovaling, mer. Короче, bo'ldi, hamma narsani yig'ishtiringlar, pul menga вообще kerak emas, xo'pmi? Okey, mer, mana. Okey, mana. Ochildi, mana kiravering. Bo'ldi, вообще-то bunaqa ish qilmayman. Ochib yopyapti, bo'ldi, tinch. Voy, do'stlar, mana Vanxoyga o'xshadi-yu qishloqqa. Vanxoyga o'xshadigan hech nima pulli emasmi? Yo'q, menimcha hamma narsa pulli emas. Qani hozir bitta uyda eshigini ochib ko'ramiz. Okey. Hammasi ochildi. Qishloq, sani reja juda ham cho'tka ishladi. Aha, davay, sog' bo'l. Davay, mayli. Juda ham ajoyib reja bo'ldi lekin. Voy, do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin. Do'stlar, вообще mana bu barcha narsani pulli qilib tashlagan va biz hozir pullini nima qilib boshladik. Bo'ldi, qishloq, o'zingni bos. Uchisidagi zimrodni qaytarsin, mer. Endi nima qilarding? Ishlab topolasan. Mana senga bir stak zimrod. Xafa bo'lma. Rahmat, shahis. Aha. Okey, mayli do'stlar, bugun sizlar bilan men yana shahis bo'ldim. Kelasi videolarga chiqishguncha xayr do'stlar, bunaqa mer bor.